davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq selim. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Mo'shtobning o'zida butkul mamlakatdagi oliy maktab, to'liq o'tira va to'liqsiz o'ttir maktablarda sonsizlagan o'qish bitirish nutq so'zlig'ichlar o'xshash nutqlarni so'zlamoqda. Ular nutqida bugundan boshlab yangi safarga otlanasizlar. Bugun sizlar uchun yangi bir boshlanish, hargiz oxirlash emas. Shunga olg'a qarab meninglar deydi. Meningcha bu gaplar xato emas. Lekin meningcha kelgusida qanday qilish kerakligini bilmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan o'tmishinglarga nazar sepinglar. Maktabimizga yangi kelgan chog'laringlarni eslab ko'ringlar. Balkim sizlar to'limi yolg'izlik his qilgan, qo'rqqan va andishiga cho'mgan bo'lishinglar mumkin. Mana endi hozir o'zinglarga qaranglar. Atrofinglarda bir tuqqan qarindishinglardek bo'lib ketgan do'stlaringlar turibdi. Ham sizlarda buningdan keyingi o'rganish hayotinglarga nisbatan to'lib toshgan ishonch bor. Hamsi nemishqa mushundoq o'zgarishlar yuz berdi. Buningda sizlar savodoshlaringlarning darsxonada, tanarkat maydonida va yotoqda sizlarga bergan yordami va qo'llab quvvatlashlarga rahmat aytishinglar mumkin. Ishonch masalasiga kelsak, men sizlarning hamma ishda muvaffaqiyat qozona oladigan bo'ladiganliginglarga emas, balki do'stlaringlarning yordami va qo'llash ostida mag'lub bo'lishdan qo'rqmaydigan bo'ladiganliginglarga ishonaman. Navoda mag'lub bo'lsanglar, o'rninglardan turib qayta sinab beqinglar. Yana mag'lub bo'lsanglar, yana sinanglar. Yana mag'lub bo'lsanglar, boshqa ish qilishni o'ylash baqsanglar bo'ladi. To'g'ri. Sizlarni bugungi o'zinglarga aylantirgani muvaffaqiyat emas, balki mag'lubiyat. Odatda o'qish bitirish marosimida so'z qilganlarning hammasi istiqbolinglarning parlaq, ishlaringlarning o'ngishli bo'lishini tilaydi. Lekin men unda qilmayman, ham nima ish qilishni sizlarga aytib beraman. Demakchi o'g'lim, buningdan keyingi hayotinglarda nohaq muomillarga uchrashinglarni tilayman. Shunda sizlar adolatning qimmatini to'nib yetisizlar. Men yana boshqalarning sizlarga osiylik qilishiga tilakdoshman. Chunki shundoq bo'lganda sadoqatning muhimligini tushunasizlar. Kechirsizlar, men yana boshqalarning sizlarga sovuq muomala qilishi va parvo qilmasligini umid qilaman. Shundalar do'stinglarning qadriga yetisizlar. Buningdan keyingi hayotinglarning agir to'qay bo'lishini tilayman. Shundoq bo'lganda fursatning muhimligini, muvaffaqiyatning oson qo'lga kelmaydiganligini, ham yana mag'lubiyatning butunlay yomon narsa emasligini to'nib yetisizlar. Shuning bilan birga yana mag'lub bo'lgan cheg'inglarda raqibinglarning qaqoqlab kulishini tilayman. Shundalar mo'tavarlarcha raqobatlashishining qanchalik muhimligini bilasizlar. Men boshqalarning gapinglariga quloq solmasligini umid qilaman. Shunda sizlar haqning gapini zang qo'yib anglashning qanchalik muhimligini bilib yetisizlar. Men yana azob oqibatni yetkich tortishinglarni umid qilaman. Shunda istafchi qilishning nimaligini tushunasizlar. Mayli men umid qilay yoki qilmay, yuqori qishlarning yuz berishi muqarrar. Lekin sizlarning bulardan qanchalik narsa o'rganib olaydiganliginglar o'ng'ishsizlik ishidan savoq yakunlash iqtidoringlarga bog'liq. O'qish bitirish marosimida so'z qilganlarimiz sizlarga ba'zi bir taklif fikrlarni berdi. Bu taklif fikrlar shundoq dabdabalik, lekin ba'zilari haqiqatan unumlik. Ko'pincha berilgan taklif fikr bo'lsa, o'zing bo'l. Hamma odamga o'xshash o'zing bo'l deyish nihoyat g'alati ish bo'lsa-mu, lekin bu xato gap emas. Lekin sizlar o'zi bo'lishning zodi nemidan derak berdiganligini tushunishinglar kerak. Agar sizlar kam kutsiz odam bo'lmasanglar, o'zing bo'l deganlik o'zingni o'zgartma deganlikni derak bermaydi. Ma'lum mendan aytganda sizlar o'zinglar bo'lmasliginglar kerak, balki texnik yaxshi bo'lish uchun o'zgarishinglar kerak. Boshqalarning sizlarga o'zing bo'l degani amaliyotda boshqalarning sana zo'rlab tangan ideallarini anglama degani bo'lishi mumkin. Navoda sizlar o'zinglarning kimligini tushunmasanglar, o'zinglar bo'la olmaysizlar. O'zinglarning kimligini tushunish uchun tafsili o'ylanishinglar kerak. Yunonlik faylasuf Sokrat astoydil planlanmagan hayot kechirishingga arzimaydi degan. Ko'nglim xolig'imni qilaman degan so'z garchi to'g'rida ko'rinsa-mu, lekin noma'lum kelgusiga nisbatan bu hargizmi oqilonlik emas. Bir ahamiyatli hayot kechirish uchun hargiz
Bir kun o'ssa, bir kun g'animat demasliginglar kerak. O'zing bo'l degandek bo'yinturuqlardan qutulishning eng yaxshi amali u gaplarni anglamaslik. Yangi maktabinglarga berishdan burun men sizlarga ba'zi bir takliflarni bermoqchiman. Hammanglar nihoyat yaxshi o'quvchilar, ya'ni kelib alohida imtiyozga ega o'quvchilar. Bo'libmi maktabimizni bitirgandan keyin shak shubhisizki alohida imtiyozga ega bo'ldinglar. Sizlarga beradigan taklifim bo'lsa, herkes kelib chiqishinglarni ko'z-ko'z qilmanglar. Yangi maktabga borgandan keyin boshqalarni ko'rganda aktivlik bilan o'zinglarni tanishtirishni unutib qolmanglar. Mayli yer supurdiganlar bo'lsin, qar tozlaydiganlar bo'lsin yoki axlat to'shiydiganlar bo'lsin, ularning ismini esinglarda tutinglar. Ham ular bilan kulimsirab turib salomlashinglar. Sizlarga berilgan eng oxirgi taklifim bak oddiy. Yo'ldan o'tib ketayotganda notanish kishilarni uchratgandimi, ularning ko'ziga qarab, kulimsirab turib salom beringlar. Sizlar bizning o'g'illar maktabimizda o'qigan edinglar. Endi oranglardagi nurg'unlaringlar qizlar bilan birga o'qishinglar mumkin. Buningga nisbatan hech qanday taklif bermayman. Garchi bu bir g'alit ish bo'lsa-mu, lekin yomon ish emas. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib etmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal, qanday ishga cho'qim bir amal, qanday